Hayotda inson umri davomida ko'p ustozlik ko'ramiz. Lekin uni ham ba'zan ustozligini ham tushunmay qolamiz. Ammo hayotimizni butunlay boshqatdan tushunishga, hayotda anglashga yordam beradigan odamlarni ustoz deb bilaman. Siz uchun, sizni hayotingiz uchun, sizni kelajak uchun o'ylaydigan insonni anglab yetish, ba'zan yoshlik qilib biz buni anglamaymiz. Ming afsuslar bo'lsin. Hayotda yo'lni topish uchun bu haqda ko'p gapiramiz, lekin men uchun bu juda ham ahamiyatli deb bilaman. Chunki ota-ona ishim ko'p, ustoz shug'ullansin. Ko'proq ustozga tashab qo'yishadi, maktabga tashab qo'yishadi. Bu noto'g'ri. Asosiy tarbiyani bola ota-onadan oladi. Bola uyda ota-onani aytganini emas, qilgan ishini qiladi. Bir odam aytgan ekan, bolangni tarbiyalama, baribir o'zingga o'xshaydi. O'zingni tarbiyala. Ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Azizlar, aziz ota-onalar, bilaman. Juda qiyin, ishinglar ko'p, juda ham charchaysizlar. Meni ham ishim ko'p, men ham juda ham charchayman. Lekin har kuni kechqurun 15 daqiqa ko'p emas. 24 soatda farzandingiz uchun 15 daqiqa ota-ona ajratinglar. Shunda o'tirib 15 daqiqa har kuni kitob o'qinglar. Bolangiz albatta kitob olib o'qiydi. Kitob o'qigan bola ota-onani ham qadriga yetadi. Ustozni ham qadriga yetadi. Bitta harfni o'rgatgan ustozni mehnati 100 marotaba ham unga rahmat desangiz ham kamlik qiladi.